Assalomu alaykum. A'liq yurtda yaxshimisizlar, shurmi? Mana Shamsiddin akamiz ham keldi. Mana maslahat qilyapmiz hozir. Xo'sh, birodarlar, 265 metr men hozir o'zimda nimamga telefon bilan ham sizlarga tashlagandim syomkani. 265 metr bo'ldi obchi. Asfaltni nariga bet, poyezda Kuytigacha 24 metrmi 25 metr chiqdi bu yoq ham. Buni ham qozishimiz kerak, chunki ariqni nariga betdagi suvlar tortib ketishi uchun uni qozmasak bu holatda bu yoq. Keyin yana poyezd yo'lda mana bu Prezidentskiy yerlarga poyezd orqasidan burilgandan keyin o'tadigan yo'l bor, ana shu yerda ham 10 metr ora bor. Buni hisoblaganim yo'q. Yana mayli 15 metr o'zimda hisobimdan minus qilaman. 25 metr minus bo'lyapti obchi. 25 metr men o'zimda hisobimdan mayliga hisoblamaymiz. 350 metr bo'ladi hozir. 350 metrda pulini yig'ishtirib berishimiz kerak. Bo'ldi, hamqishloqlar mana 25 metr hisob bo'lyapti. Xolos 365 metr chiqdi, 15 metrni minus qildi. Ya'ni o'g'illar bir 10 metr chiqadi. O'g'illarni ham to'g'rilab beraman dedi. Mana bu to'ra, mana bu to'radan tashqari mana bu yonbosh poyezd yo'lga qarab tarafga ham to'g'rilab beraman dedi. Yordam mana qarib 25 metr. 25 metr ham qarib 400 so'm pul bo'ladi. 400 so'm o'tyapti qishloqdor uchun. Shuni ham haqiga bir duo qilingizlar. Keyin befarq bo'lmangizlar, boshqa nima ham deyik. Mana shu tarafda odamlari uncha qimillamadi qandaydir. Mana suv tashlagan, mana oldi, mana shular ko'llab yotardi. Mana shuncha qozganga shunday bo'ldi. Shu kamroq bo'lsa ham foyda bo'lyapti-yu, shu zarar bo'lgan emas. Mana qarib 2 metrcha olinyapti mana biz birda ichi. Boshqa nima ham qilaylik mana. Ishlayapti. Shu texnikani o'zidan ham ishlamaydi. Quri salarka bilan ham ish bitmaydi. Buni boshqa rasxodi bor, boshqa joylari buziladi, maslar rasxodi bor. Bunga ham qiyin. Befarq bo'lmangizlar, boshqa nima deyik yana? Mayli, boshlayver. Assalomu alaykum. Bekmurod akani kanaliga, Musofirlar kanaliga, Bekmurod Musofir kanaliga, podpischiklariga assalomu alaykum. Passajirlar bilan kelyapmiz granitsadan. Bizni shogirdimiz Azamjon taksi granitsa chegara qatnaymiz, marhamat qilinglar. Любой vaqt. Bobojon. Bobojon yana qolganlar dam olib yotibdi orqada. Ekrandagi nomerlarga telefon qilingizlar. Biz xizmatda mana shunday yo'l qaranglar, mana shunday borib kelamiz, xudo xolasa. Bizning mashinamiz mana shundaqa. Brat shogirdni o'rgatyapmiz, shogird. Kanalga podpisatsiya qilinglar, podelitsa qilinglar, obuna bo'linglar, obunachilar. Assalomu alaykum, hamqishloqlar. Hamma kasa yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana bu yerda bir kamera olish kerak ekan. Suvni oldin olib turibdi, bu yog'i sharra ketadi shunday. Keyin o burumda ham ol bir Fayzal borib ko'rsin. Sement bor edi-ku, o'g'il. Shu yerdan bir olish kerak-da. Bir 10 metr bu yog'ini, bir 10 metr u tarafini.